Onasini hamsin shutga effekt papadaniya qo'shildi. Bir mazza qilib o'ynaydi lobby ochib flajokka tashlagandan bitta harromi qo'shilib qolsa bo'ladimi? Ko'rib turganinglarda birinchi shotni prosta tak push qilib berib o'lib berdim. Nimaga? Chunki men bu bolani isqirt bir harromiligini bilmagandim. Bunaqa bolalar bitta shot olsa bo'ldi. Keyin full o'tiradi, faqat siz push qilib berishingizga to'g'ri keladi. Xullas birinchi o'yin men bu bolaga yutqizib qo'ydim, lekin men bu mag'lubiyatni tan olmayman. Hozir bu bolaga o'yin qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Men bu bolani videoni boshidan beri bekorga harrom demayman, chunki bu bola VPN da o'ynaydi. Sen bot bo'lsang, seni saperliging VPNjik bo'lib qolavermaydi-yu deyishinglar mumkin, lekin bundan keyingi kadrlarni ko'rib 100% fikringlar o'zgaradi. Bu bola VPNmi yo'qmi, unisini qo'yib turinglar. Sizlarda ham shunaqami? Men har doim kimgadir yutqazib qo'ysam, bo'ldi, bu bola kuchli ekan deb hech qachon yutqazganimni tan olmayman. Ichimda bitta o'z sen bundan kuchlisan deydi va o'zimga ishonganim uchun har doim revansh so'rayman va saperligimni yana qaytadan o'ynashga aqli yetmaydigan darajada xo'rlayman. Uji bu bola ham taqdirga tan berdi. Menga yutqazganini tan olganda yana bitta isboti lobbidan chiqib sirazi druziyadan chopib olgani bo'ladi. Bu videoga like bosib nima qilasiz? Yana 3-4 ta reels ko'rsangiz bitta hezalak qimori reklama qilib halol UC deb chiqib keladi. Xuddi o'shanga like bosib qo'yaverasiz.